Mana tashqarida kunlar sovib, gripp sezoni boshlandi va bilib bilmasdan hamma уже lecheniyalar qilishni boshladi grippga. Ayniqsa o'rta tibbiy xodimlari glyukozaga askarbinka, o'zboshimchalik qilib deksametazon ukollarini bemorlarga qilib yotishibdi. Iltimos bunaqa qilmanglar, chunki siz grippdan shu smes orqali tezda tuzalib ketarsiz, lekin buni asoratini davolash uchun sizga 1 yil va undan ham ko'p vaqt o'tadi. Chunki glyukoza, demak, oshqozon osti bezini faoliyatini buzadi va birinchi tip sahrli diabetini keltirib chiqarishga sabab bo'ladi. Mana bu 5% glyukoza, mana bu eng xavflisi 40% glyukoza hisoblanadi. Deksametazon ukoli ham demak buyraklar usti beziga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Buni pokazaniyasidan ko'ra protivopokazaniyasi ko'proq. Shuning uchun albatta gripp kasalligida buni qo'llash umuman tavsiya qilinmaydi. Askarbinka ukoli, bu askarbinka ukolini ham 4 talab, 5 talab, 10 talab ampulagacha olishyapti bemorlar. Yo'q, xato qilmanglar iltimos. Askarbinka ukolini bitta yoki maksimum 2 ta ampula olsangiz yetadi. Undan ko'p olmanglar iltimos. Buni ham побочный effektlari bor, buyrak usti beziga stimulирующий ta'sir qilish natijasida, demak, gormonal narушениyalar keltirib chiqaradi. Shuni o'rniga sizlarga sikloferon tabletkasini tavsiya qilaman. Bittadan bir mahal 10 kun davomida sikloferon tabletkasini ichsangiz, demak, grippdan qutulasiz. E'tiborlar uchun rahmat. Yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar.